Hurmatli arizachilar va tadbirkorlar, xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 738-sonli qarori qabul qilindi. Unda qilingan o'zgarishlarni darmon axborot tizimida qisqacha tushuntirib o'tiladi. Buning uchun odatdagidek uzfarminfo.uz demak link orqali tizimga kiritiladi. Unda tizimga kirishda kirilgandan keyin tizimga e-imzo orqali kirilib, elektron raqamli imzoni tanlab turib, undagi parolingizni kiritgan holatda tizimda avtorizatsiyadan o'tiladi. Tizimga kirganingizdan keyin sizda registratsiya medtexniki va registratsiya izdelий медицинского назначения turibdi. Umumiy tartibda hozir hammasi tibbiy jihoz deb ataladi, lekin tizimda uni farqlay olishimiz uchun hozircha bu nomlar saqlanib qoldi. Shu sababli o'ziga mos ravishda kerak bo'lgan bo'limni tanlagan holatda ariza berish jarayoni boshlanadi. Unga ko'ra, заявка на регистрацию медицинской техники bo'ladigan медицинской texnika kiritiladi misol uchun va registratsiya knopkasi bosiladi. Xo'p, demak, savdo nomi bo'lsa, savdo nomi tanlanadi. Xo'p, guvohnoma egasi tanlanadi. Ushbu apparatda yaroqlilik muddati kiritiladi. Xo'p. Demak, bu yerda доверенные лица kim, ishonchli shaxslar kiritiladi. Valyutada esa albatta o'zbek so'mi tanlanadi. Sababi tasdiqlangan presskurant hozirda faqatgina O'zbekistondagi o'zbek so'mi valyutasida hisob-kitob qilinadi. Model bu majburiy maydon hisoblanadi, chunki har bitta tibbiy jihozda albatta modeli mavjud. Modifikatsiyasi bo'lsa tanlanadi, bo'lmasa modifikatsiya olib tashlanadi. Yangi tushunchada qo'shilgan gruppa GMDN. GMDN bu nima degan savol hamada tug'ilishi tabiiy. GMDN bu mana tibbiy jihozlarni yagona xalqaro tasniflash va aniqlash uchun qo'llaniladigan standart nomenklatura tizimi hisoblanadi. Har bir tibbiy jihozga uning funksiyasi va maqsadiga mos GMDN kodi biriktiriladi. Ushbu kodlar tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, tartibga solish va ma'lumotlarni standartlashtirish jarayonida qo'llaniladi. Hop. GMDN kodini poyezd qilib ham topsangiz bo'ladi, qidirib yoki bu yerdan ham qarab topish unaqa emas. GMDN kodini poyezd orqali bemalol qidirib topish mumkin bo'ladi. Xo'p. GMDN kodini demak katta guruhi bor va kichik guruhi bor. Shunga mos ravishda katta guruh tanlangandan keyin unga mos ravishda kichik guruhlar ro'yxati kelib chiqadi. Kerakli mos bo'lganini tanlab olinadi. Endi bu region, в которых продукт зарегистрирован, ya'ni boshqa davlatda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uni tanlash majburiy bo'ladi. Faqatgina albatta ishlab chiqaruvchi davlatdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi majburiy. Hozirgi bizning holatimizda ishlab chiqaruvchi davlat bu hop Germaniya bo'lganligi sababli, demak Germaniya albatta bo'lishi shart. Eng kamidan. Область применения условия транспортировки, условия хранения bu ma'lumotlar hammasi yo'riqnomada va ariza shaklida mavjud. Ularni kiritilgandan so'ng ishlab chiqarish maydoni tanlanadi. Ishlab chiqarish maydonini bir nechta tanlash imkoniyati mavjud. Agar bir nechta bo'lsa, demak, ikkinchi va uchinchi ishlab chiqarish maydonlarini ham tanlash imkoniyati bor. Birinchi qatordagi ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng bu yerda mana klass riska degan tushuncha bor, ya'ni tibbiy jihozning sinfi tanlanishi majburiy qilib belgilab qo'yildi. Tibbiy jihozni sinfini, demak, u hujjatlardan kelib chiqib aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng keyingi qadamga o'tiladi. Barcha majburiy bo'lgan belgilangan maydonlar to'ldirilgandan so'nggina keyingi qadamga o'tish mumkin bo'ladi. Agar yulduzcha bilan belgilangan ustunlardan, qatorlardan birortasi to'ldirilmagan bo'lsa, tizim keyingi qadamga o'tishga ruxsat bermaydi. Keyingi qadam, demak, model nomi ko'rsatiladi. Model nomi ko'rsatilgandan so'ng, agar bir nechta bo'ladigan bo'lsa, hammasini tanlab turib, bir nechta modellar hammasi yozib ketiladi ketma-ketlikda. Ana undan so'ng produksiya bo'limida GMDN boshda tanlangan GMDN dan kelib chiqqan holatda bu maydon to'ldiriladi. Xo'p, va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lar. Bu qo'shimcha ma'lumotlar bo'lar albatta majburiy emas, ixtiyoriy, lekin agar sizda ushbu ma'lumotlar mavjud bo'lganda to'ldirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.
Fayli bo'limida bu yerda ham Vazirlar Mahkamasining 738-sonli qaroriga asosan o'zgarishlar bor. Barcha fayllarni to'ldirish majburiy hisoblanadi. Agar fayllar barchasi to'ldirilmagan taqdirda keyingi qadamga o'tishga tizim ruxsat bermaydi. Vid upakovki. Odatda tibbiy jihozlarda texnika turi bo'ladigan bo'lsa, har doim ham qadoq bo'lmasligi mumkin, lekin agar tibbiy jihoz bo'ladigan bo'lsa, unda barchasida u qadoqlar bor. Qadoqlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bu yerda to'ldirib o'tish kerak bo'ladi. Ikkilamchi qadoq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun korobka bo'lishi mumkin u. Nechta korobka borligi ko'rsatiladi va birlamchi qadoq ko'rsatiladi. Va uni soni. Xo'p. Ushbu ma'lumotlar, qadoqlar to'g'risidagi ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng keyingi qadamga komplektuющие расходниkiga o'tiladi. Xo'p, odatda tibbiy texnika bo'ladigan bo'lsa, ularni bitlovchi qismlari mavjud bo'ladi. Har bitta bitlovchi qismlarni bu yerda kiritib chiqiladi yoki bo'lmasa boshqa imkoniyat bor. Ushbu qalamcha tugmasini bosish orqali agar ma'lumotlar Excel tayyor bo'lsa, shablon varianti bor. Mana shablon variantini ko'rish mumkin. Import fayli qilib turib, shablonga asosan to'ldirib turib, bittada yuklab olish imkoniyati mavjud. Barcha bitlovchi qismlarda to'g'risidagi ma'lumotlarni. Xo'p, demak, bitlovchi qismlar to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi jadval asosida to'ldirilib, ushbu jadvalni keyin bemalol import qilib kiritish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, import orqali ma'lumotlarni to'ldirish imkoniyati mavjud. Tayyor Excel fayl bo'lsa, demak, shablon bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirib, hop, import fayliga kiriladi. Hop. Tayyor shablondagi fayl tanlagan holatda import fayli knopkasini bosgan holatda, demak, mana barcha ma'lumotlarni avtomatik ravishda tushirish imkoniyati mavjud. Hop, keyingi qadamga o'tiladi. Zakrit tugmasini bosiladi va keyingi qadamda vid upakovka komplektuющей части. Agar bitlovchi qismlarni, qadoq qismlari bo'lsa, bu bo'limda to'ldirib o'tiladi ular. Va oxirida prosmotr tugmasini bosish orqali zakrit qilib chiqib ketiladi. Ariza raqami shakllanadi va ariza to'ldirish jarayoni yakunlanadi. Endi ariza to'ldirilgandan so'ng albatta namunalar haqidagi ma'lumot ham to'ldirilishi kerak bo'ladi. Buning uchun registratsiya MT bo'limida posilka bo'limiga kirib, ariza raqami tanlangan holatda ma'lumotlar to'ldiriladi. Bitlovchi qismlar bo'lsa, bitlovchi qismlar ma'lumotlari va apparat o'zi haqidagi ma'lumotlar barchasi to'ldirilib, saqlanish tugmasi bosiladi. Namuna haqidagi ma'lumot to'ldirilgandan so'ng ariza отправить knopkasini bosgan holatda hop, tegishli bo'lgan elektron raqamli imzo tanlanib, u parol terib yuboriladi. Shu bilan ariza yuborish jarayoni yakunlanadi. Keyinchalik bu yerda ham ta'kidlab o'tmoqchiman, eski tartibga ko'ra pul birlamchi ekspeditsiya to'langandan keyin invoice shakllanib turib pul to'langan bo'lsa, tibbiy jihozda esa endi ariza shakllantirilgandan keyin markazga yuboriladi. Markaz xodimlari tomonidan invoice shakllantiriladi va invoice pul to'langandan so'nggina birlamchi ekspeditsiyaga kelib tushadi. Birlamchi ekspeditsiyada ko'rib chiqish muddati 30 kunni tashkil qiladi.